Assalomu alaykum. Albatta, ertaga qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Bilamiz, Eronning qanday kuchga egaligini, o'zimizni ham kuchimizni bilamiz. O'shaning uchun o'ylaymanki, yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, ko'ryapmiz ham. Inshaalloh hammamiz tayyormiz ertaga o'yinga. Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Ertaga juda ham qiziqarli o'yin kutib turibdi. Ikkita yaxshi saviyadagi terma jamoalar o'rtasidagi o'yin kutib turibdi. Lekin biz bu yerga g'alaba uchun kelganmiz va xudo xohlasa bor kuchimizni berib g'alaba uchun harakat qilamiz. Endi albatta Eron terma jamoasini, umuman Eron ligasini hozir yaxshi bilamiz, chunki futbolchilarimiz o'ynaydi. Biz milliy terma jamoalar ko'p to'qnashib kelganmiz, to'qnashib kelyapmiz ham. O'shaning uchun ozmi ko'pmi o'ziga yarasha informatsiyani egamiz. Albatta futbolchilardan ham kerakli ma'lumotlarni olganmiz. Avvalambor savol va maqtov uchun rahmat. Lekin hozir bu savolga javob beradigan mavrida emas deb o'ylayman, chunki ertaga muhim o'yin kutib turibdi va bor konsentratsiya hozir o'yinda. Albatta solishtirish menimcha o'rinsiz. O'sha paytda o'sha avlod kuchli bo'lgan, xuddi shunaqa Eronda ham hozirgi kunda mana shu avlod kuchli. O'shaning uchun solishtirmagan bo'lardim. Hozirgi kunda eng kuchli avlod bilan harakat qilyapmiz va inshaalloh maqsadimiz sari yaqinmiz, amalga oshiramiz. Endi albatta ularda o'ziga yarasha o'rni bor. Kuchli futbolchilar, terma jamoaga kerakli futbolchilar. Futbol bu. O'shaning uchun o'rniga boshqa futbolchilar chiqadi, harakat qilishadi deb o'ylayman va Ostonga keladigan bo'lsak, jarohati bor edi. Tayyorgarlik ko'ryapti, qaraymiz qanchalik tayyor bo'ladimi ertagingi o'yinga yo'qmi. Qolgani hammasi sog' omonmiz, tayyormiz. Qolgan futbolchilar o'shaning uchun hammasi joyida. Tayyorgarligimizni ko'ryapmiz. Okay, thank you coach. Thank you.